Aravonda sentrda mana shunaqa lokatsiyadan dom chiqsa olaman deb yurgan aka-ukalarimizga mana bu tarafda 4 xonali kvartiramiz ikkinchi etajda sotuvga chiqyapti akalar. Ro'paramizdagi pishig'ishda solingan issiq suv, sovuq suv, xullas kanalizatsiya hamma yo'g'i bilan 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ketdik ko'ramiz. Assalomu alaykum Alimov TV podpischilari. Yaxshi niyatda uy olaman deb yurgan aka-ukalarimizga chiroyli lokatsiyadan bir domimiz, kvartiramiz sotuvga chiqyapti akalar. Bu kvartiramiz akalar 4 xonali kvartira. Eshikdan kirganimizda o'ng qo'l tarafimizda 3 ta xonamizga kirib ketar ekan akalar. Natijnoy patologlar bo'lgan, aboylar bo'lgan va mana bu taraflarga televizorlar qo'yib qo'yibdi. Eshiklari akfa eshik qo'yib qo'yibdi va u xonamizdan kirganimizdalar ikkinchi xonamiz akalar 3,5 ga 6 xonamiz turibdi. Общий bu uyimizni razmeri 67 kvadrat ekan, 67 kvadrat. Konditsionerni uka yangi qo'ydim, konditsionerni ham podarka qilib beraman mana shu domim olgan odamga deyapti. Bu tarafda balkonimiz, balkondan hamma yoq tomosha qilib, shabadada maza qilib o'tiraverasiz akalar. Va mana bu uyimizga kiradigan bo'lsak, bu uyimiz spalniya xonasi ekan. Bu derazasi bozor tarafga, mo'majimish bozor tarafga qarab turgan joyda akalar. Aboylar qilingan bu xonamizda ham natijnoy patologlar qilgan. Remont talab emas. Remont talab endi xohlasangiz didingizga moslab boshqa remont qilib olaverasiz. Atak uyning sosteniyasi yaxshi akalar. Kladovka xonasini ko'rsatib o'tdim. Kirganingizda chap qo'l tarafda kladovka xonalari va ro'parada kuxnyasi turibdi. Kuxnyasi ham tor emas ekan, kenggina kuxnyasi akalar. Mana bu kuxnya mebelni ham yangi oldim. Mayli, mana shu uyni olgan odamga podarka qilib beraman deyapti. Mana bu kuxnya tarafga kelgan eshigimiz ham akfa eshik ekan akalar, akfa eshik. Mana bu joyga yomkistlarni qo'yib qo'yibdi. Suvga grant, bu uyimizda grant bor, grant chiqadi. Grant chiqadi. Grantlarni ko'rsatib o'tay. Hozir grantni ochadigan bo'lsam, to'g'ri gap, mana bu palaslari yomon bo'lib ketadi, gilamlarida akalar. Sentralniy отоплениyaga ulangan, uyingizda постоянный issig'ingiz bo'ladi. Xudo xolasa sovuq tushishi bilan hokimiyatdan yaqiladi-yu. Ana shu issiqlarga ulangan, o'zi hokimiyat yonidagi domimiz bo'lib qoladi akalar. Bu xonamiz yana bitta xonamiz aboylari bo'lgan ekan. Remont talab emas, bu xonamiz ham yaxshi holatda va ro'paramizda hojatxona, dushovoylarimiz bor ekan, kanalizatsiyalari bor. Kanalizatsiya, issiq suv, sovuq suv, xullas bu uyda olasiz, faqat yashab berasiz xolos, hech narsa qilmaysiz. Hamma sharoitlari bor akalar. Yana bitta eslatib qo'yadigan joyim aka-ukalar, bu yerda paravoy отоплениyalar sentralniy paravoy отоплениyaga ulangan, sentralniy haligi hokimiyatdan issiq beriladi-yu, ana shu issiqlarga ulangan. Uyingiz qishda ham kommunalkalarni to'lab qo'yasiz, issiq suv, sovuq suv har doim bor va paravoy отоплениялariz har doim uyingiz issiq turadi, ko'mir toshib, boshqa toshib yurmaymiz akalar. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, sizlarga pulini eslatib o'taman. Dokumentlarda problemasi yo'q, egasini aytish bo'yicha sirasiz dokumentlarni o'tkazib beradi. Puliga keladigan bo'lsak, 7 million so'm kami bor qo'yyapmiz. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga telefon qilib, kam ko'zlarini bir qator gaplashib ko'ramiz. Lekin menga yoqdi. Sababi 4 xonali kvartira, 4 xonasidan tashqari kuxnyasi bor, kladovkasini ko'rib turibmiz va dushlarini ko'rib turibmiz. Undan tashqari podvalida ham bitta xonasi bor ekan. Podvalida eslatib o'taman. Podvalida ham bitta xonangiz bo'ladi-da. Juda ham bir katta imkoniyatlar bilan 7 million so'm kami bor. Lokatsiya juda ham zo'r joyda akalar. Egasiga tezda telefon qilib, kam ko'zlarini gaplashib olsak bo'laveradigan holatda. Rahmat.